Hammaga salom, sizlar bilan men yana o'sha Redlord. Do'stlar, bugungi videomizda biz Minecraft serverda o'ynaymiz do'stlar va yonimdagi do'stim bilan Akbar Beksiladir. Do'stlar, mana biz hozir g'ordamiz va mana kiyimlarimiz bor. Narsalarimiz bor, mana temir, mana bu anarxiya rejimi. Minecraft'ni biladiganlar biladi, bilmaydiganlar bilmaydi. Lekin mencha bilmaydiganlar yo bo'lsa kerak, yo shunaqalar bor ham bo'lsa kerak, yana bilmayman. Xo'sh, bugungi videomizda biz do'stlar shunchaki anarxiyada kuchayib, kuchliroq odam bo'lish va prosta mazza qilib o'yin o'ynash do'stim bilan. Albatta bu o'yin ancha qiziq va kulgili bo'ladi do'stlar. Shuni bilib qo'yinglar. Tayyorlanib yaxshilab kulishga tayyorlanib olinglar va biz videoni boshlaymiz. Deyish mumkin, lekin allaqachon video boshlangan. Xo'sh, birinchi navbatda sizlarga ba'zani ko'rsatishim kerak. Mana mayda temirlar pishyapti. Mayda narsalarimiz. Xo'sh, osmonga borib kelaman. Mana shunday narsalarni mana. Xo'sh, menda faqat ishton bilan bosh kiyim sehrlangan, qolganlar sehrlamagan. Va biz 7 soat o'ynaganmiz. Unda time degan bor, o'sha ko'rsatadi. Mana tegasa region. U regionlar himoya qiladi bazangni, biroq sindirishga yo'l qo'ymaydi. Xo'sh, mana shu mine bor. Xo'sh, bu yerdan bemalol millionlar, 2 million, 3 million kerak bo'lsa, juda ko'p pul olsalaring bo'ladi yoki shu yerdan kerakli narsalarni qazolsalaring bo'ladi. Xo'sh, mana men ham ancha kerakli narsalarni qazib olyapman. Temir, oltin, ko'mir, boshqa narsalar, redstone, olmoslar ham bor, zumradlar ham bor. Lekin zumradlar kam. Даже mana zumrad, mana birinchi zumrad. Birinchimi yo ikkinchi? Mana shunaqa buldozer degan kirka bo'ladi. U bilan kerak bo'lsa, butun tog'larni ham kavlab tashlaslaring bo'ladi. Lekin muhimi bunaqa kirka bilan asosiysi Shimoliy Koreyaga bormanglar. Mana olmosni ham topdik. Xo'sh, mayda olamiz. Xo'sh, bular ham kerak bo'ladi. Xo'sh, bular ham. Xo'sh, mana bu ham kerak bo'ladi. Bu ham. Xo'sh, do'stlar, mayda ozroq o'tkazaveraman, chunki vaqtlaringizni olgim kelmayapti. Mana do'stlar, mayni ham qildim, aytgansiz bo'ldi. May ham qildim. Xo'sh, mayda toshlar bor ekan, may olib tashlayveraman. Xo'sh, ip ham kerak emas. Xo'sh, qo'ysalar ham yo'q. Xo'sh, bular homga yuramiz. Ya'ni jo'naymiz homga. Xo'sh, bular bu yoqda tashlaymiz. Xo'sh, bas. Bunda bo'ldi. Xo'sh, ana endi toshlarni qoldir. Xo'sh, kitlarga kirib, hozir legenda kitin ya bu kit ekan. Hozir olmaydi. Xo'sh. Bu ham 50 ta kiti va legenda. Shu edi-ku. Xo'sh, bo'lmayapti. Ular faqat 6 kundan keyin har haftasiga bir marta kit olsa bo'lar ekan.
Xo'sh. Mana buni xo'sh. Nima qilyapti? Shuni kiyim. Xo'sh. Buni ichiga nimadirlar bor. Kattalashtirish kerak edi shu. Kirki kerak ham yo'q. Xo'sh. Bu yoqqa shuni qo'yib kelaman deyapmiz. To'g'ri spawnga suramiz. Spawnda meni kirkam bo'lish kerak, to'g'rimi? Bu yerda bor. Mana endi hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda RTP. RTP ham Worldga, ya'ni oddiy olam va Netherga sizlarga bo'ladi. Bu yer esa xo'sh, bu yer mana bu yerda case'lar bo'ladi. Mana xo'sh, mana yerda oddiy case. Mana yerda yozib qo'yadi, sizdan multi case deb qo'ygan-ku. O'sha mana talisman case, kit case. Men hozir legendagi case bor. Mana yerda toplar mana men 7 soat o'ynaganman, qolgan 84 soat, 133 soat. Mana endi hozir mana hozir birinchi navbatda mana shop bor, token shop bor. Mana token shopga sizlar pulli narsalar olsanglar bo'ladi va hozir after shaxtaga ketamiz. Boya ko'rsatgandim after shaxtani. Mana after shaxta bu o'sha yerda yangilanib turadi har 38 sekundda. O'sha spawn bo'ladi mana. Keyin chatga chiziqcha warp mine deb yozsalaringiz, sheka spam bo'lasiz. Xo'sh. Endi warp mana bu PvP. Bunga ham shunday warp PvP deb yozsalaring bo'ldi. O'sha mana pastga promo kod salom deb qo'ygan, o'shanga sizlarga bitta oddiy case beradi va bunga sizlar ko'p narsa olsalaring bo'ladi. O'sha mana yerda PvP qilsalaring bo'ladi. Va asr. Xo'sh. Va mana shunaqa joylar juda chiroyli. Minestacks kirishlaringni tavsiya qilaman. Mayda jon ketarkan. Juda chiroyli va mangsa zo'r server, kirib bemalol o'ynashingiz mumkin. Mazza qilib o'ynaysizlar. Faqat ba'zi qurish sal pastroqda quringlar, chunki grif qilib ketishadi. Masalan, meni ikkita bazamni grif qilib ketishgan. Bu uchinchi baza. Xo'sh, mana shunaqa orollar bor, qorni ochib qo'ygan, yugurolmayman, okey. Va hozir mana shu yerda quyosh botishini ko'ramiz dedi. Ketamiz demoqchi edim. Aytda orol bor ekan-ku. Ma'lumda hozirlarga endi yaxshilab ko'rsataman sizga. O'sha mana bu yerda Bedwars o'zlaring biladiganlar, bu box PvP sizlarga ko'rsataman. Mana box PvPda mana bitta narsalar bo'ladi sizlar birinchi kirganlaringda. Mana mana bu yerda bloklar, bu kuchliroq nimalar hosilga hozir. Yo'q, bu emas hozir. Mana shunaqa narsalar beradi. Bu ikkinchi darajali, bu birinchi darajali. Xo'sh, bu narsalar qanday olamiz sizlaring bilmayman. Mana bu yerda levellar bor, o'ynaganlaring haqida. 1 soat o'ynaysizlarmi, 2 soat o'ynaysizlarmi, 3 soat o'ynaysizlarmi bilmayman. Xo'sh, bu yerda esa jamoa tem o'zlaring bo'ladi, tem merislaring bo'ladi, chiqsalaring bo'ladi, qo'shsalaring bo'ladi bu yerda. Xo'sh, mana bu yerda rank nimalar, boshqalar. Bu yerda narsalar sotib bo'ladi. Mana yerda esa ichkaridan qilsalaring bo'ladi. Ichkaridan kuchayib, keyin tashqarida PvP qilib kuchaysalaring bo'ladi. Mana shunaqa narsalar olamiz va 4 tacha. Endi hozir xo'sh. Bo'ldi. Hozir shumidi? Bu maska. Mana. Bu
ana bu yerda narsalar asoslangan bo'ladi. Eng qimmati zumrad hozir. Hop, mana yerda juda qotyapti do'stlar. Bo'lmayapti. Yana buni ham. Xo'sh, yana qilib ko'rsak baribir bo'lmayapti. Shunday qo'yib sotib bo'lmas-ekan. Yo'q, sotib bo'lmaydi. Mayli, men sizlarga yaxshilab tushuntiraman. Yo'q, hali ham bo'lmayapti. Men sizlarga yaxshilab tushuntiraman. Xo'sh, mana bunday qilasizlar. Maydan sakrab pastga tushasizlar. Orqamga tushib o'lib ketmaysizlar. Agar pastga tushgandan keyin sizlarni o'ldirmasa, mana shunaqa qilasizlar. Mana shu ana nimalar ursa bo'lasizlar, bunday jang qilib etdi, narsalar kavlab, tirik qolib, plus zo'r rejim o'ynab ko'ringlar. Masaxdagi server IP-ni kommentariyaga qoldiraman. Bemalol kirib o'yinsizlaring bo'ladi, juda zo'r server. Xo'sh. Bular o'zi yaxshilab urib savalamasak, ular cho'ta kuchli odam o'ldirib ketdi. Xo'sh, mana shu box PP bo'ladi. Endi sizga boshqa rejimni ko'rsataman. Xo'sh, mana unday. Hozir mana do'stlar, ko'p gamga oldik. Mana sizlardan qilich bo'ladi sizlarga. Mana shu ursaring bo'ladi shunaqa. Urib shunday qilsaring bo'ladi. Uni o'ldirsaring bo'ladi. Mana shu yerda PP qilsang bo'ladi, xuddi. Mana bitta qilich bor. Urish kerak shularni. Buyoqqa. Qo'rqyapti. O, yaxshi PP qilar ekan. Ye. Meni qo'tyapti lekin. Yo'q, o'lamoqchi. Yo'q. Ay, o'ldim. Mayli. Ana sizlarga boshqa rejimlar ko'rsataman. Mana survivalda o'zlaring bilasizlar. Anarxiya bu bo'ldi. Anarxiya o'zlaring ko'rdilaring. Mana pilotga sizlar ko'rsataman mana. Xo'sh, mana bu yerda sizlar o'zlaring xohlagan narsalarni qurasizlar. Masalan, hozir mana shu yerdan mana shuni deb olish kerak edi menimcha. Yo'q, esimdan chiqib ketdi. Xolos, mana shu yerdan sotib olasizlar-da, o'sha xohlagan joyni, xohlagan narsalarni qurasizlar-da bu yerda. Xo'sh, ana endi hozir anarxiyaga qaytamiz-da. Xo'sh. Hozir bazaga qaytamiz. Xo'sh, ana endi hozir